Mashinalarni bir top tozlar alayda qolgan. Bu filmni ko'rib, mashina tez haydasa toz bo'lib qoldig'ini his qildim. Shunga uyda o'tirib, chipar qizlarni ko'rgan yetmaydi ekan. Chipar qizlar. Qara, tunnigun do'stlarim bilan bazoylanga chiqqan. Faqat bazoylangandek bo'ldim juma. Odam jihyat eshak aram deb do'stlarim men yaxshi ko'rgan kimning hech qaysini og'il qo'ymadi. Ishni malamay inib kirdim shu. Voy, nimishqa o'zingiz yaxshi ko'rgan ekan, eliyasiz olmadi. Shu menga eliveray degan shu do'stlarimni xijil qilib qo'ymay dedim, bo'lmasa men eliverma. Unda o'zcha unda qilaylik qara. Bugun tushdan keyin men sizni bozorga chiqay, bozorga chiqib siz nimani yaxshi ko'rsangiz men shuni deb beray. Qanda? Ma'qul. Qara, bunda xusamsa, ishdan tushib, soat 6 bo'lgan vaqtda men sizning ishingizni oldiga boray. Achoq sizni olib boray. Bo'landa? Ma'qul. Nima? Adaş yaxşımı aldın qitim kelgan 12 sentlik bir oyog'im bor-ku. Ha, shu oshni berib turar jinim adaş. Men bugun bir kiyib olay. Xopamay jinim adaş uyga kelib beralamsan. Buldi rahmat. Mening taxtim sening qo'lingda. Gel. Men uyda saqlab turay. Maqulda. Nima? Topirib beray? Ey, anaxon nimish qo'yqlamapti desa, do'sti oyog'ini akab bermagach o'tirib qopti desa, sening yuzingga satola qachon? Nereden bo'lmasa hozir oyoqni deb akab bersa, bo'lmasa bishingni yer uytma. Hey, özünü bir qiyinig'icha reallik yuzlasam bilmamdi. Reallik? Ha, reallik. Ma'qul, men reallikka yuzlanay. Sen jiningda 3 ni tug'ib olding. Men bilan tanish do'stlarimning hammasi 2 dan 3 dan tug'ib oldi. Men reallik yuzlanaman deb aytay men o'tirmanmi? Bir ishlarni kiyamay mijiqlab yursan. Qandami oldikin tansni? Tuzdira.
Yaxshimisizlar? Mushu filmningki qisqa chiqib qilishi, mushu o'sha pichoq bilan bevosita munosabatga mushu iqlim miqdorini go'shtdan qimmat deb, shuni mushu sizlar qisqaroq film ko'rsin. Asli mush gaplarni o'sha pichoq o'zi chiqib deydi, lekin u sizlardan xaplab qopti. Shunga ma'lum Iskandarlar qo'shib elib, o'sha pichoqni akilib qo'yinglar. Ha, endi sizlarning adiqinglarni chiqib qolgandi. Mana, Chipar qizlar undar salonini qo'shib olsanglar, bizning adiqimiz chiqdi. Meranki bu filmni Chipar qizlar undar saloni xaplab qilib qo'llagan. Endi Chipar qizlar undar salonini qo'shmasangiz Chipar qizlar pishmaydi. Voy, pishmaydi emas, chiqmaydi. Chipar qizlar. Siz balonun sonini bir aytamsiz. Ma'qul. Munosib ballar men yo'qligimni boshlab ketdim, ha. Anarxon. Shim. Yusuf. Önarxon. Nafi. Farizat. Niye geç kalmışım bu? Kelgen çıkayım. Hamma yapamsizlar. Asma qoldirgan mashina lift degan adamcha qimmat chiqqan liftni cho'za yo'qsidi. Hamma gaplarda. Bak. Bu yebatda bu nima adaş qalmaqni. Men amma sababli u qaytib kelaman. Apay qattiqroq bir nima yeganda qilgan shu yebatga o'xshaymi? Ati bir nafasa bo'lamdi. Shunaqa. Biroq bilmasam bir yumrik bir qilib. Bir kuni bir shonjo yo'lda ketib, shunda talablik chopinzili tutgan tenib chiqib qoldi. Adaş qo'g'oron beribra. Sen bu shokoladni so'raytibsan-ku. Xush bo'ldik-a, ta'mim tatliq. Rangim yaxshi. O'zimiz bu jo'shqin turkamiz qosaqmi to'yga? Rahmat adaş. Mayli dars. Juda yaxshi. Ayma o'riqlabman, vallahi o'riqlabman 44 kilo. Malisa Shamsa qarapaqa. Adaş. Sen 3 vaqtdan qalmışda 3 yaxshi narsadan insan to'yamsa.
Tamoq yeymansa? Nima? Nima yeysan? Polomatlarlar masolaman nima deyman? Ne deysan? Cho'ng'ay chayxonasi deyman. Bak o'xshaydi, bak o'xshaydi. Mama yedigan asma. Hay, bu degan sekretni grim buyumlari qo'ya. İlan bermedi, rastını rastladı. Cho'ng'ay chayxonasi tamoq yeymiz dedi. Mana ma sekretni grim buyumlar ekan. To'yin keldi, to'yin keldi. Ay, sekret grim buyumlari joy-joylab makana chiqib qolgan. Ha, endi sizlarning oziqinglarni chiqib qolgandi. Mana, Chipar qizlar undar salonini qo'shib olsanglar, bizning oziqimiz chiqdi. Toktan saloni, TV Ras saloni, Krora mashin klubi, Visal saloni, Uynash Story, To'rzat saloni, Itot saloni, Qashqar kilo saloni, Yo'lovchilar saloni, Minxil saloni, Sirtlan saloni, Istimal saloni, Epizod saloni, Xo'sh xabar saloni, Sadoqat saloni, Gamdan saloni, Badambiz saloni, Aynak ekrani, Nur Tori, Izdash Tori, Karvan Tori, Bashlan Tori, Mirshab Tori, Apandim Tori, Yumur saloni, Ali Qurbanning Ali Qurban saloni, Ablajon Navtoyevning Ajifan saloni, Mijat Ali Yaqubning Jahon Ayniki saloni, Sehr grim buyumlari joylardan vakolatchi qabul qildi. Chipar qizlarni qo'llagan o'rinlarga alohida rahmat aytamiz.